255 ming dollarga 2 sotuvli yangi uchastkani tanlaymiz yoki 6.1 sotuvli mana shu uchastkani tanlaymiz. Izohlarda yozib qoldiring. Uyimizni tashqari taraf devorlari bor. Tabiiy travertin, tosh va so'killari, zinalari granit toshlardan qilingan perillalarga e'tibor beringlar. Odamni bor, yashagisi kelyapti. 6.1 sotuv. Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida bu taqalgan narxi o'rtoqlar kiruvirish kattagina darvoza, paltara imorat, bu yoq tarafda yerto'lasi 3 ta xona, tepada yana 3 ta xona. Mana zinalarni yaqinlashtirib ko'rsatdim, yoki burchaklarga maza qildim-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Kattagina naveslar, o'rtada katta yashil hudud, mevali daraxtlar. Endi o'ng tarafdagi paltara imoratimizga keladigan bo'lsak, buni ham yerto'lasi bor, naryoqdan kiriladi, ikkita alohida xona, buni yonginasida zinani tagida umumiy vannaxona qilingan ekan hovli uchun va tepada yana 3 ta xona, bitta mehmonxona, ikkita yotoqxona. Buni yonginasiga ulangan bir qavatli imoratimizda bu yoqda bitta alohida yotoqxona o'zini sanuzuli bilan mehmonlarga mo'ljallangan va buni yonginasida uzunligi taxminan 8 metr bo'lgan kattagina oshxonamiz joylashgan. Endi hovlimizni bu yoq burchagidagi yozgi oshxonani ko'ringlar. Va lekin bor-ku, uy egalari palon pul sarflab mana bunaqa toshlardan yasab qo'yishibdi, dumaloq shaklli berib qozonlarni, o'choqlarni oldiga gap bo'lishi mumkin emas, o'rtoqlar. Mana endi marhamat, hovlimizni ko'ringlar, bu yoq rakursdan. Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallani bilganlar biladi, bu joylarda o'zi bir sotuv yer narxi 30 ming dollardan kam emas. Bu hozir buni hisoblasangiz bir 43 ming dollardanmi, 44 ming dollardan mana shu imoratlari bilan aylanyapti. Taqalgan narxi 255 ming dollar. Pastda joy egalarining nomeri aloqaga chiqib bosadigan joyi. Hasan Husan proyektlarimizni bir oy oldin reklama qilgan edik, o'rtoqlar. Bittasini o'zimiz sotib berganmiz. Hozir ikkinchisini ham tayyor patkulch holatda qilib qo'yishibdi. Kelinglar buni sizlar bilan birgalikda kiruvishdan boshlaymiz. Uyimizga kiruvirish kattagina darvozaxona naves qilingan. Kirganimizda chap tarafda rakvinalar, yozgi oshxonalar juda ham chiroyli yasab qo'yilgan. Hovlimizning bu yoq burchagida yashil hudud va bitta hovli uchun hojatxona ham qoldirilgan. 2.15 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan tayyor patkulch uyimizni ketdi, endi ichkarini ko'ramiz. Binoga kirib kelishimiz bilan bizani yorqin zamonaviy living room kutib oladi, o'rtoqlar. Bu yoqda divanli zonalar qilib ham o'tirsak bo'ladi. Mana bu taraflarni dekorativ panellar bilan qoplab, televizorlarga rozetkalar qoldirib ketishgan ekan. Endi kirib kelarkanmiz o'ng tarafdagi birinchi ko'radigan xonamiz bu albatta ayollarimiz uchun mo'ljallangan mana shunaqa kattagina, keng, yorqin oshxona bo'ladi. Qani marhamat, mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan xonaga kiramiz. Mana shunaqa ko'rinishda mehmonxona. Uyimizning orqa tarafida taxminan 1 metr kenglikda joy qoldirilgan. Bu yoq taraflarda mana bunaqa dekorativniy panellardan ham foydalanilgan. Endi bu yoqdan yerto'laga tushganimizda uyimizning 50% yerto'la va isitish tizimlari ham aynan shu yerto'lada alohida xona qilingan. Bu tarafda ko'rishingiz mumkin, birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzli joylashgan va buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan shinamgina yotoqxona. Mana bu yotoqxona orqali biz uyimizni shu orqasida qoldirilgan joyga chiqsak bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor, o'rtoqlar. Zinadan chiqqanda chap tarafdagi xonadan ko'rishni davom etamiz. Marhamat, ikkinchi qavatimizdagi bu birinchi yotoqxona. Buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. Bu yotoqxonamizning o'zini ichida mana shunaqa yuvinish xonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Bu kattagina ekan, keng ekan. E'tibor beringlar, mana bu yoqda kravatlar turadi. Bemalol garderoblarni ham joylashtirib olsak, sig'ib ketar ekan. Endi zinadan chiqqanda o'ng tarafga o'tamiz. Bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rsak, buni qarshisida navbatdagi ikkinchi qavatdagi bu 3-xona. Endi eng oxirgi 4-xonani ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishda bu eng oxirgi xonamiz bo'lyapti. Umumiy hisobda uyimizda 6 ta xona, bitta hol, oshxona va 50% yerto'la. Narxi 169 ming dollar chiqyapti. Kelishiladigan joylari bo'ladi. Sergeli Qumariq mahallada, katta yo'lga ham taxminan 300-400 metr uzoqlikda. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, tabriklasanglar bo'ladi. O'rmonsaroy loyihasidan o'zim uchun bir xonali kvartira sotib oldim. Nimaga aynan O'rmonsaroy loyihasini tanladim? Video davomida buni sizlarga aytib beraman. Ketdi. Tanishinglar o'rtoqlar, O'rmonsaroy loyihasining asoschisi Hojimurod ekan. Bularni menimcha 2 yildan beri kuzatib kelaman. Ochig'ini aytsam, ko'pchilik bularni Qo'ylu katta bozor loyihasidan tanigan, o'z vaqtida u uylarni qurib, egalariga ishonchli topshirgan insonlardan hozirgi kundagi eng meni nazarimda ishonchli quruvchilardan bittasi desam menimcha noto'g'ri bo'lmaydi.
o'zim aka to'g'risi ishonch hosil qilganimdan keyin mana oldingizga kelib, hozir pul to'lab, ani o'ylamanglar barterga olyapti deb pul to'lab naqdga uy sotib olman. Endi bu O'rmonsaroy loyihasini to'g'risi ko'rib kelyapman, kuzatib kelyapman. O'zingizdan bir ma'lumot eshitmoqchiman va kuzatuvchilarimiz uchun. O'rmonsaroy loyihasi nomi bilan o'zi o'rmoni borligi uchun shunaqa qo'yilgan. Eng katta plyusi shu tabiat o'tdagi o'rmonlari graylana hamma tomon, nafaqat shu 74 o'rmoni, mana 50-60 yillik daraxtlardan tashqari graylana bu yerda daraxtlar borligi, orqa tarafda suvlari borligi, tabiatan chiroyli joy, ekologik, havosi ham, boshqasi ham zo'r. Ikkinchisi lokatsiyasi. Bu Yunusobod atrofi, Hasonboy ro'parasida joylashgan. Avtobusda yuradi, metrogacha 10-15 minutlik yo'l, uch tomonlari qulay va eng qulayi menimcha shuncha ko'p sotayotganimizdan eng qulayli tarafi bo'lib to'lash imkoniyatli, qisqartirilgan boshlang'ich to'lovlar, 100% muddatli to'lov. foizsiz 3 yilgacha 36 oy bo'lib to'lash imkoniyatlari 100% to'lovda katta chegirmada bugungi kunda 6 milliondan ham xonadonlarimiz bor. Shu taraflari ko'pchiligi ma'qul kelyapti bo'lgan. O'zingiz ham shu mijozlarim qatorida, yo'q usloviyalar emas, siz endi reklama asosida deb bo'lgan narsa emas, bu rostdan ham bor taklif bo'yicha mijozda ham sizlar ham foydalanadigan usloviyada xonadon xarid qildilar. Bunaqa usloviyalar har doim bo'lmaydi. 49 million, 69 million boshlang'ich to'lovlarimiz faqatgina bir hafta vebinardan keyin bo'lyapti. Cheklangan. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib ulgurib qolsa bo'ladi. Pastda O'rmonsaroy loyihasini sotuv bo'limini raqamlarini qoldiramiz. Maslahatim bitta kelib ko'ringlar, olmasanglar ham bitta kelib ko'ringlar, loyiha bilan tanishsanglar, aniq sizlarni qiziqtiradi. O'zimga ravo ko'rganimni sizlarga ham ilindim. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Mana yo'lni qaranglar, qadrdonlar. Ana Dubaydagi katta yo'llarga o'xshab ketadimi? Bu naryoqda Kirovdagi masjid joylashgan. Bu kelesi yo'li, bu yoqdan katta betonka yo'li. Chorsuvga shu bilan shahar ichiga kirib ketamiz. Xullas mana shu yo'lni yuzidagi Novostroykadan zo'r narxda zo'r kvartira chiqyapti. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Hozir biz aytadigan narxi qidirib ham topa olmasanglar kerak, o'rtoqlar. 9-qavatga chiqdik, 78 kvadrat metr kattalikda xonadonimiz. Birinchi xonani ko'ringlar mana chap tarafda mehmonxona uchun mo'ljallangan kattagina xonamiz. Buni yonginasida balkonli oshxonani ko'ramiz. Endi yo'ldan yurib borganimizda bu yoqda umumiy sanuzul bo'ladi. Buni qarshisida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan. Endi oshxonadan tashqari 3-xonamiz bu ota-onalar uchun mo'ljallangan mana shunaqa kattagina yotoqxona. Bu yotoqxonani bu yoq burchagida o'zini garderobi bo'ladi, alohida xona va bu yoq burchagida o'zini sanuzuli bilan birgalikda bo'lyapti. Narxi 1 kvadrati $641 chiqyapti. Sotuv bo'limiga kelib bitta qiziqsanglar 740-750 dollardan sotishayotgan ekan 100% to'lov bilan. Akamiz olganlar pul hozir zarar bo'lib qolgani uchun sotib yuboraman deyaptilar. Pastda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Pul bo'lsa lekin olib qo'yaverish kerak. Olmazor tumanining Mevazor mahallasiga yetib kelganmiz. Uy quruvchi akalar, men variantimizni bitta ko'ringlar. Fasadi 20 metr, uzunligi 40 metr bo'lgan 8 sotixli joy sotuvga qo'yilgan. Mana shu qizil tunuka bilan o'ralgan joy, oldida огородlari ham bor ekan. Mahalla zo'r, bu joylarni bilganlar biladi, ko'ryapsizlar. Keng ko'cha, hamma kommunikatsiyalar bor. Mana shu mashina chiqib ketayotgan ko'chadan to'g'ri chiqsak, Oxunboboyevdagi Karzinka masjidni oldiga chiqamiz. Bu yoqdan ham katta yo'lga chiqib, unaqasi Chorsuga ketsak bo'ladi. Yon atrofda ko'ryapsizlar, hammasi katta-katta qaddi baland uchastkalar qurilgan. Mana bu yon tarafimizda ham mana katta imorat qurilgan ekan. Xo'p, endi narxi nech pul ekan deyotgan bo'lsanglar, 1 sotixiga $42,000 dan endi so'rashyapti, so'ralayotgan narxi. Tepasida keling, ko'ring, gaplashing. To'g'ridan-to'g'ri uy egalarining nomerlari video ostida bo'ladi. Naqd pul bilan kelsangiz, sodalashiladigan joylari bo'ladi. Shahar markazidagi 3 xonali kvartirani puliga 3 qavatli 7 ta xonasi bo'lgan mana shu uchastkani ko'rsatamiz o'rtoqlar. Narxini ham siz aytaman, $90,000 dan chiqyapti. 2 sotixli yer maydoniga ega, kiraverish kattagina darvozaxonamizda naves qilingan bitta darvoza qo'yib beriladi. Bu yoqda hojatxona, yozgi oshxonalarni ham yasab olsak bo'ladi. Imoratimizni 1-chi, 2-chi, 3-chi qavati bilan hisoblaganimizda 211 kvadrat metr kattalikda uyga kirib kelish, bu yoqga eshiklar qo'yib beriladi. Ichkarida hozir malyarka ustalari ishlashyapti. Elektrikalar hammasi bitqazib qo'yilgan, santexnikalari bilan ko'ryapsizlar, oppoq suvoq holatda turibdi. O'ng tarafdagi birinchi ko'radigan xonamiz bu mehmonlar uchun mo'ljallangan mehmonxona bo'lsa, va bu yoqdan yurib kelganimizda sanuzulni ko'ramiz. Buni
ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonasi, mana katyollari hammasi qo'yib qo'yilgan. Uyimizning orqa tarafida ham kichkina joy qoldirilgan. Taxminan 3-3,5 metr kenglikda mana romlarimiz tayyor. Nasib bo'lsa tez orada qo'yiladi. Endi tepaga chiqamiz, ketdik. Ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bor. Zinadan chiqqanda chap tarafdagi bu birinchi xonamiz. Buni yonginasida shunga o'xshash ikkinchi xona joylashgan. Ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzulni ko'rasizlar va bu yoqqa o'tganimizda yana bitta katta xonamiz bor. Bormayli usta kelib. Charchaysizlarmi? Endi o'rtoqlar ketdik, yana tepaga chiqamiz. Yuqori qavatga chiqqanimizda o'ng tarafdagi kattagina xona, buni xohlaganlar ikkinchi mehmonxona qilib qo'ysa bo'ladi. Buni yonginasida umumiy sanuzul joylashgan va buni yonginasida oxirgi 7-xonamiz. O'rtoqlar xohlasanglar patkulch holatda ham qilib berishadi. Agar o'zim xohlagandek emulsiyalar yoki aboylar qilib olaman desanglar, $90,000 shu holatida olishinglar mumkin. Pastda quruvchilar nomeri bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Toshmi postidan taxminan 3,5 kilometr uzoqlikda Oltintepada joylashgan. Fasad 10 metr, uzunligi 20 metr. 2 sotuv, har bir sotuvga $30,000 so'ralyapti. Qadrdonlar, Olmazor tumani Oxunboboyevdamiz. Karzinkani orqa tarafidagi Chuqursoy mahallasida. Endi mahallamizni ko'ringlar, bu yog'i tupik bo'lyapti. Mana bu tarafda yangi qurilgan uylar, hamma kommunikatsiyalar bor. Sentralniy kanalizatsiya, suv, svet, gazlardan muammo yo'q. $60,000 mana shu 2 sotuv joyi o'zini olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari agar menga kattaroq kerak desanglar, mana bu yoqdan bu yoq oxirigacha 20 metr, 20 ga 20 4 sotuv joy ham okamizaniki. Buni ham kelib gaplashsanglar bo'ladi. Har bir sotuv uchun $30,000 so'ralyapti. Lekin mana bu tarafdagi 2 sotuv, mana bunaqa bitta zo'r uchastka tushirishga ideal razmer. Qiziqqanlar bilasizlar, har doim joy egalarini nomerlarini video ostida yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mahallamizning sharoitlari lekin zo'r, tinch, mana bunaqa yangi qurilgan imoratlar bor.